Tezkor xabar. Rossiya universitetlaridan 600 dan ortiq tojikistonlik talaba haydaldi. Assalomu alaykum azizlar, O'zbekistonda va dunyoda sodir bo'layotgan so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lishni istsangiz, kanalimizga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. 2025-yilda Rossiya oliy o'quv yurtlaridan 600 nafardan ortiq tojikistonlik talaba chetlatildi. Bu haqda joriy yilning 30-yanvar kuni o'tkazilgan matbuot anjumanida Tojikiston ta'lim va fan vaziri o'rinbosari Lutfiya Abduxoliqzoda ma'lum qildi. Abduxoliqzoda chetlatilgan talabalar o'qishni davom ettirishlari uchun Tojikiston oliy ta'lim muassasalariga ko'chirilgani bildirilgan. Shuningdek, uning aytishicha, so'nggi 2 yil davomida migratsiya siyosati qat'iylashgani sababli Rossiyaga kiritilmagan talabalar masalasida Rossiya vakolati organlari bilan birgalikda yechim topilgan. Bu masala Tojikiston va Rossiya idoralari komissiyasining barcha manfaatdor idoralar vakillari ishtirokida uchrashuvda muhokama qilingan. Uchrashuv yakunida Rossiya aeroportlaridan deportatsiya qilingan va keyinchalik oliy o'quv yurtlaridan chetlatildi talabalar haqida ma'lumot taqdim etildi. Natijada so'nggi 2 yil ichida chetlatilgan 730 nafar talaba Rossiya oliy o'quv yurtlaridan o'qishni davom ettirish uchun taklifnomalar oldi, deydi u. Eslatib o'tamiz, avvalroq 2026-yil boshiga kelib Rossiya hududida bo'lgan xorijiy fuqarolar soni 5,7 million kishiga kamaygani haqida xabar berilgan edi. Sizga kelmoqchi bo'lgan ma'lumotlarimiz mana shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting.